yerda o'zimni tanishtiray, bunaqa echkini qaraydi. Tanidingizmi? Tanishtiring, yo'q, tanimadim. Muzakkirman. Shit aytishim kerak, ha? Men onalari deyapsan. Tanidingizmi? Hakikaten mayli. Taniydi. Muzakkir nekda yuradi-yu, nechinchidir ham uровень o'zicha. Astagfirullah. Men tabchikada yuribman. Ana muzakkir, o'rmismi, muzakkir, eski vaqtingizga qaytmismi degandan keyinmi? Akkauntim o'zimda emas. Kimda? Bitta akamiz so'rab turuvdilar, berib yubordim. O'zim tabchikada yuribman hozir. Nosenga malaka. Shutami? Sol. Şey. Seshavdan bo'pti. Ishni planini kuydirish kerak, nosenga profil kerak deb narigi profilimni so'radi, berib yubordim. Qasdda deb taqavish. Honda yangilaylar. Hech gap yo'q. Yana yigitim bilan urushdim. Oxir meni o'zimga qo'yib ketay hisobga. Shu menga er kerak, onasini yemsa, Moskvada kim bo'lsa, srochniy er kerak menga. Men Moskvada emasman-ku. Chata men Moskvada. Moskvada bo'lganimda o'zim bilardim. Nima qilishni. Lekin meni amligimga chidash kerak. Tur chiq desam turib chiqib turish kerak. Kir deganimda kirish kerak. Ustini qilib beraman, urushib qolganda hamma kiyimimni olib qolaman. Anada, onalarini kimsina? Sizga yashab nafas olsa bo'lgan-da, opa. Nafas berib tursa bo'lgan. Yo'q, menga unaqangi sharoit kerak emas. Men o'zim boqib olaman, qoqib olaman, sikib olaman desa, 5000-6000 dollar qarzim bor. Shuni bersa bo'ldi, yasharaman. Sizni qarzingiz tugaydimi? Men bu qarzdan chiqaman, unga уже ikkinchi tayyor turadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana meni qo'ling. Oyxon qayerdasiz? Moskvada. Ko'rsataymi? Ana bu yigitimda. Ha, yigitingiz bormi? Bor edi, ket. Gumun tugilib. Ana. Bunda o'dirib qo'tag'alidi. Yigitim talog'ini beribdi. Chiroyli bo'laydi ekan, ha? Iloji bo'lsa pitichka bilan. Nima deysiz? Chiroyli bo'laykan deylar. Bechora o'zini qilib chiqdi. Mayli-da. Qarasam, qochib ketdi. Qayoqqa ketdingiz deyishga ham uspet qilmadim. efirda ko'rinib qolgan ekan, sizlar opam bilan salom alaykum qilay dedim. Bitta ko'taring desam ko'taringizga kabi. Mama yezaram bo'ladimi? Qo'ta. Mana qiziqaman, bilasiz. 15 bo'lmayapti. 0 degani endi mani ochib ichaman.
Endi hozir ketib qoldi, baqa qayerga ketib